Diyor opa, oxirgi paytlarda e'tibor berib qarasam, juda ko'plarda zaharli buqoq degan tashxislar qo'yilar ekan. O'zi u nima u? Qanaqa uni davolasa bo'ladi? To'g'ri Singlim. E'tibor bergan bo'lsak, oxirgi vaqtda qalqonsimon bezdagi muammolar judayam globallashib ketyapti. Da. Chunki biz yashayotgan regionimiz ham xuddi shunday region. Mhm. Ya'ni qalqonsimon bez ishlashi uchun kerak bo'lgan bitta mikroelementimiz ham yo'q. A. Bunda qalqonsimon bezdagi muammolar ko'payadi. Gipotireoz, gipertireoz e'tibor bergan bo'lsangiz, kimgadir yod yetmayapti, kimdadir toksichniy zob, kimdadir узловой zob. Bu toksichniy zob degan bu zaharli buqoq degan. Zaharli buqoqda autoimmun proses. Endi tanamizni immuniteti aynan qalqonsimon bez hujayralariga qarab hujum qila boshlaydi. A. Tanimay qoladi. Da. Bu holat. Chunki bu noto'g'ri ishlaganda to'xtatishi kerak. Qo'pol qilib aytyapman. Qalqonsimon bez o'zi noto'g'ri ishlay boshlaganda uni bloklaydi, to'xtatishga harakat qiladi. Bu autoimmun proses, tibbiyotda bundan yaxshi bo'lmaymiz deb sekin-sekin gormonlarga o'tiramiz. Umuman men bugun mana shu autoimmun prosesni gormonlarga o'tirib qolib, davomsiz davolanishlar, yaxshi bo'lmayman degan insonlarimga murojaat qilmoqchiman. Aynan bizdagi loyihalar bo'yicha kaskad usuli, oshliklar qilib, polni sistemalar bilan ishlash jarayonida biz autoimmun prosesdan chiqib ketyapmiz. Ya'ni gormonlardan chiqyapmiz. Sizda ham xuddi shunday shu holatdan chiqishi mumkin. Sizda toksichniy zaharli zob bormi? Tug'illi zob bormi? Gipotireoz, gipertireoz buni orqaga qaytishi bor. Chunki siz shu kasal bilan tug'ilmadingiz. Bemalol qaytish yo'li bor. Faqat buning uchun buni keltirib chiqargan, shu kasallikni keltirib chiqargan sabablar bilan kurasha boshlaymiz. Agar bular sizga qiziq bo'lsa, aynan Telegram guruhimda juda ko'p ma'lumotlar beramiz va vebinarlarda bu kasalliklarni ochib beraman. Va shaxsan menda davolanishni istasangiz konsultatsiya olish imkoningiz bor. Huzurimga kelishingiz, ya'ni qabulimga navbat olishingiz yoki onlayn konsultatsiyalarimdan foydalanib, aynan autoimmun proseslarni to'xtatish imkoni sizda bor. Buning uchun Telegram kanalimga o'tish uchun silka orqali yuqorida shapka profilda turgan silka orqali o'tib, o'zingizga kerakli ma'lumotlarni olishingiz mumkin. Tushunarli, rahmat.